yaratguvchi har bahorda bizga tirilish misollarini ko'rsatmaydimi? Yer tagida ko'milib yotgan urug'ga jon kirib, yerdan unib chiqib, rangli gulga aylanganini ko'rmadingizmi? Nahotki guvoh bo'lmasangiz, eng kuchli qo'shinga ega komandirni tasavvur qiling. U askarlarga dam olishni buyurdi. Sizningcha, u mana shu askarlarni bir ovoz bilan qayta birlashtirib olishi mumkin emasmi? Xuddi shuningdek, Alloh ham insoniyatni ko'plab omillar bilan yaratgan. Ona qornidagi bolani kerakli ozuqalar bilan ta'minlaydi va shu orqali chaqaloqni yaratadi. O'limdan keyin jasadlarimiz chirib, yer ostida tarqalib ketganidan keyin u zot bizni qayta tiriltira olmasligi mumkinmi? Xuddi oyatda aytilganidek, avvalgi yaratishda ojiz bo'ldikmi? Odamlar qabrlardan qo'rquv bilan uyg'onishdi. Xuddi chuqur uyqudan turgandek. Yalang'och va yalang oyoq bir tomonga qarab shoshilishmoqda. U kunning dahshatidan kishi yonida kim ketayotganini bila olmaydi. Hech kim nima qilishni bilmaydi.